Bir klientimiz akamiz uyiga kelganmiz. Bozordan eshiklarni sotib olgan. Shu yerga o'rnatamiz mana hozir. Bozordan tayyor arzon eshiklarni olishyapti-da mana. Zamor ruchkasini so'rasa paketda beradi mana. Buni olib kelib qo'ysa tushmayapti joyiga, bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Shunga aldanib qolyapti juda ko'pchilik. Iloji yo'q ustaga aytyapti keyin. Rasvod qilyapti, ya'ni yo'l kira qilyapti. Mayr ochilgan bo'lishi kerak. Mana joyini, ruchkan joyini mana ochdik. Mana uyda egasi hali ham ruchkasini qo'ya olmayapti. Mana ahvol. Instrument bo'lsa, kayfiyati zo'r bo'lsa, ikkinchisini ham qo'ydik mana. Uchinchisini boshladik mana. Sotib olgan odam deyapti. Mana plastmassa derazalar chaklari mana. Qiziqaman. Bu ruchkani qanaqa qo'ygan ekan mana. Tushmaydi mana. Tushmaydi mana joyiga. Tushmaydi. Nima maqsadda bu ruchkani joyini ochgan? Nimaga bunga ruchka qo'shib berib yuborgan bunga? Tushmaydi onasini hamsin. Ruchkalarni mana qo'yib qo'ydim bo'ldi desam. Chiqaragan. Mana yerda mana teshik singan. Bozordan tayyor eshik deraza oladiganlarga pichoq qilib qo'yinglar shu videoda. Mana bozordan tayyor eshik deraza olmanglar deyilmayapti. Mana bu yerda tushuntirilyapti. Olsangiz qanaqa bo'ladi deb. Shuning uchun tanlab olish kerak. Mana chaklarni ko'rib, rezinkalarni, ruchkalarni ko'rib olish kerak. Ustalar deb so'kmasdan. Akalar. Uydagi so'rayapti, bu eshik derazalar qanchaga yetadi endi? Qancha xizmat qilib beradi dedim. Men aytdim, ochilmasa turaveradi dedim.